Mening ismim Adam. Edner podshohligining shahzodasi. Bu yerda sirliq Galiskar qalasi bor. Bu yo'lbars mening eng yaxshi do'stim. Menda sirliq kuch-quvvat bor. Lazım bo'lganda shamshirimni chiqarib, qattiq tovlayman. Ma'lum kuch-quvvat ato Bu çağda yo'lbars Arish yo'lbisiga aylanadi. Men Xiymanga, olamdagi eng qudratli odamga aylanaman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shatutberi so'zsiz. Yasavol, Dinkin va Orko kuch-kuchini biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilantoq qalasini kelgan olvaslar bilan kurash qilamiz. Zulmet ilahi, buyrug'imni angla, toshlarni och, buyrug'imni tez ijro qil. Ey, afsunimning roli bo'lmadi. Bizning buzg'un shahzodimiz Morkilon necha 100 yil nazarband qilindi. Sen kristal turmining eng xoli yerda uni qutqizaman deb va'da qilganding-ku. Shundoq, biroq mo'ttivar peshqadamlarning sehri kuchi intayin zo'r ekan. Buni men bilma, iskelet shoh. Bilsang yaxshi-ku. Xiyma, sen bizning tabriklash yig'inimizga qatnashib bizni baxtiyor qilding. Bunday fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymayman. Chunki mo'ttivar peshqadamlar sizlarga bergan sehrgarlik ostisini sizlar har yili faqat bir qitim ishlatalasizlar. U osini qanday xosiyati bor? Qara. Qara, ularning qismlari hujumga uchirdi. Mudafiya qismlariga adam eva. Deyla, foton zamburgini shiltalansa. Men hamma tizligini olayman, dada. Avval yuqori haroratli nurni to'sib olay. Tez bo'l. Xiyman, hech nima bo'lmag'ansa? Yo'q, chechim sal cho'lib ketdi. Askarlar, chekininglar. Sehrli gaz qo'lga tushdi. U qandoq narsa o'tiriylar? Men bilmayman, Xiyman. Men faqat Stratosning tutilganligini bilaman. Ular Morkilonni tilga oldi. Balkim Sosris Morkilonni bilish kerak. Trilla Stratosni cho'qim ep kelishga va'da beraman. Stratos mening qarindishim. Men bu baray. Bo'ladi. Undaqda sehrgarlik osisining qandoq ishlatilganligini deb beramsan? Sana hergiz deb bermeyman.
Dep verirsin. Dep verirsin. Mana bu, Morkelon. O bolsa, togalıqla hemmi yedi qalbi qılalaydı. Däl şundaq boğaçqa, mötüver peşqademler sehir bilen onu togalıqla olturaqlaşqan önkürge jaylaştırgan. Önkür? Bu isim nağlısı adamın kokusu geldi-ken. Fakat sehirgerlik hassıla Morkelon'u qutquzalaydı. Şundaqla Morkelon Galiskar qalasını vayron qilib etdi. Ondaqda dərhal hərəkətlənəyli. Texmi yamını aldığımızda. Hay, bu işini bilmesek saat bulmam da. Sehirgerlik hassıdan yaman adamla paydalanıp ketidi. Onun yaman rolunu tizginlash kerak. Ondaq bo'lmaganda o partlab Ednirning yerimini vayron qilib etdi. Ondaqda qağa yerimiz küçük giteli. Togalıqla muşu önkürdü durdu. Önkürdü fakat ulalı tuğmaydı. Karalı? Ha? Hay. Ay. Bu taraf kim Allah? Bu togalıqla. Cengi atlanış vakti geldi. Qarşı alımız Heymen. Skilit şah. Dostların seni kütüp duruvatıdı. Stratos. O bir emas. Ait köp. Ularning ichida faqat bir sili ras. Lekin men ularning hammasiga hepsini o'qib etdim. Biz qaysira Stratos ekanligini bizdan ilgari tavakkulchilik qilmaylik. Ben qarab baqay. Tirila baba. Stratos, biz düşman emas. Biz sizlar bilan billah razillikka qarshi kurash qilishga keldik. Tirila. Yo'q. Mana bu Stratos. Men esimga keldi. Skili shahno afsoni kuchdan qoldi. Sen iskili shahning afsonidan qutulibsan. Seherli kasa, buyrug'imni anla. Sen bana en aciz canı gösterme. Benim şey diken de. Skilit şah, ikimizden işi tək tügümüdür. Şundaq emasmı Heymen?
Hesaplaşıdığına vakit bop kaldı. Kalma. Ha? Evvel Markilonga dep koyayım. Markilon! Ben seni tutkazdım. Hazır benim düşmanımla boysunduruşka hareket kıl. Bunu evet ulanın cacısını verimiz. Hazır Galiskar kalesi Markilon bilen ikkimizga kaldı. Padişah, bu sehrgarlik asısını yaxşı saklap koy. Men kelgendeki onun sehrini yenim egelleymen. Markilon. Biz aldı bilen sehergerlik atsını yer astı öygü yoşuraylı. Andın bu tüşkni idiviteyli. Bu qittim iskelet şah üstünlükni egalladi. Onun günü uzun qıpamaydı. Belki yani bir udul yol buluşu mümkün. Oy! Lanman, yasa ol. Sizler Galiskar kalesiga berip bana yardımlaşыңlar. Qağallah sehrgarlik hassını partlaştan ilgiri elip kaçsın. Ha, Markilon, belki muşundaq qilganda uni jazolig'ili bo'ladi. Sözsünüz. Markilon'un sehri seninkinin üstün. Markilon, körük işkini örvet. Bu kale anç puxta mesken. Belli Lanman. İkimiz birsiga taqobil turdiganmiz-da. Yeni bir sanat bak. Oh, vay. Bu askarlarning diqqatini chechar. Men hiyliq sehrgarlik ostini olay. Tushundim. Men sehrim bilan ularning diqqatini chechirdi. Sinab boqing. Qarang, sehrim önümdeydi. Abla, acı yaxshi bo'lmadi. Ulan tutinglar. Demiş oldu. Kolunu tap. Sehrgarlik ostini bana ver. Ben sana mani berme. İşimiz hecep maqsidi.
Ben ulanı yakın keltirmeymen. Menimcha bu ancha yaxshi tadbir emas. İlacı yok. Tam çakıdığan bu bazganları taşıyız de. Hemen yardımga muhtaç. Soğusunuz. Sen yaralandın mı? Yok, hiç nima bo'lmadi. Sen Galiskar Kalesi'ne derhal kayttın. Hazır! Kör kişini açaylı! İskilit şah kirmekçi bolganken barlık neyrenlerini ışırtıdı. Stratus qayerdan nishayli? Men nima uchunligini bilmay qara. Stratos nerede? Kızma Kirilla. Ularni birden to'sib turaylik. Sen Dilaga yordamlashgin. Dila, işin bo'lmagansa. Yo'q, men ishni bo'lmadim. Tez bo'l, ulgurmay qolmayli. Sehrgarlik oz portlay deb qoldi. Vaqtni chiq tutib buni Xiymanga topshirib berayli. Men ko'rib ishgini ching etib etishim kerak. Benim kidig'ichiligim qolmadi. Hiyman! Unutdim. Orkilo! Sehrgarlik Hasan'ın sehri kuchini to'xtatib qo'y. Hiyman! Hiyman, sihirli kas patlay deb qoldi. Orkilo! Kristal türmüge qaytdi. Orkilo kristal türmü ketdi. Sehrli Asa ahir esli geldi. İşimizin pütey deb qoldi. Heyman, meni qutquzinglar. Chidg'uvchiligim qolmadi. Iskiletcha ko'rib ishgini echiyotadi. Ahir g'alba qildim. Galiskar qalasi menga mansub bo'ldi. İskeletşah, emdi qaytsan bola? Ahir, biz pat ardı yeni ko'rishimiz. Boludu, ben seni kütüme.
Nihoyatda yaxshi bo'ldi. Ular bayram qilishga boshladi. Qaraganda bizni koshlik qildiganlar qolmaganda qiladi. Heyman! Heyman! Meni tez tutqizinglar, tez! Balalar, o meyveler tatlıqda qiladi shundaqmi? Xuddi sizlar doim qo'rayonlarda ko'rib turgan narsalarga o'xshash. Sirtdan qaraganda yomon emasdan xushpuruq narsalar kishini kasal qilib qo'ydi. Esingizda bo'lsinki, siz zodi qandoqligini biladigan narsalarni